Ey sinfdosh, Sitora mana 25-mayam o'tdi. Oqibatsiz sinfdoshlar yana ko'payadigan bo'ldi. To'g'ri Mardonbek, bilasizmi, 25-maygacha kimga qiyin bo'ladi? Kimga qiyin? O'qituvchilar va tarbiyachilarga o'qitish ham oson emas. To'g'ri aytasiz. Kakras Baraka savdo markazi o'qituvchi va tarbiyachilarni o'ylab aksiya qildi. Qanaqa aksiya? Yuringda. Ketdik. Sitora o'qituvchi va tarbiyachilar Baraka savdo markaziga kelib xohlagan narsasini 10 oy muddatga hech qanaqa ortiqcha to'lovlarsiz va peniyalarsiz o'zini narxiga xarid qilishlari mumkin. Masalan, hozirgi issiq kunlarda hammaga kerak bo'lgan Avalon konditsionerini oladigan bo'lsangiz 2.800.000 yoningizga qoladi. Agarda mana bu xolodilnikni xarid qilaman desangiz 4 million so'm yoningizga qoladi. Agar mana shu kirmochlarni olib mazza qilib ishlataman desangiz 4.300.000 yonlaringga qoladi. Xullas, Barakaga kelib xohlagan narsalaringni o'z narxida xarid qilsalaring baraka topasizlar. Manzil Farg'ona shahar viloyat muzeyidan Alisher Navoiy kinoteatriga yurganda o'ng qo'lda. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning, bu videoni o'qituvchilarga jo'natib qo'ying.